Do'stlar, men assalomu alaykum. Aylen restoranida bugun yana xayrni trening bo'lib turibdi, konferensiya. Xudo xolasa, cho'nqir ustalar shu yerdanmiz. Xayrni muxlislari. Bizlar ham shular qatoridan keldik yana. 6:30 aytib qo'yadilar. Xudo xolasa. Chotki. Hozir bu videoda Uxan degan shaharda eng katta xayr zavodi ilmiy gaz qozonini ishlab chiqaradigan. Gazoy kolonkani elektrический variant. 220, 230. Bunda vaqtlari. Подключение haqida bizda теплонасос plus tomoni подключение joyi juda ham oson и biroz o'ta aniqlangan bor sxema. O'tda yozilgan nimani qayerga подключение qilasiz. То есть дополнительный циркуляционный насос yoki трехходовой клапан, двухходовой клапан siz теплонасос ulashingiz mumkin. Teplonasос o'zi ularni boshqaradi. Men o'zim ko'rganman, har xil brendlardan, xitoy arzon brendlardan. Biza ustalar davrasida Ahmet Karabay ben. Ahmet şeyde. Kırılgi. Yandan ustalar şöyle.